Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun 20-aprel Apple Plus do'konidagi iPhone 15 dan 17 Pro Max gacha bo'lgan telefonlarning narxini ko'rib chiqamiz. Birinchi ko'rsatgan telefonimiz iPhone 15 telefoni bo'ladi. 88 yo'nqisdan 128 lik, narxi $580 bo'ladi. Bundan keyingisi 15 Pro'larimizning assortimentini ko'rishingiz mumkin. 256, 128 har xilidan bor ideal sostenada hammasi $550 dan boshlanadi, $780gacha topishingiz mumkin. Undan keyingilari 15 Pro Max bo'ladi. 83, 85, 87 yo'nqislarda hammasini sostenasi ideal emelari o'tgan bo'ladi. Narxlari $850, $830 o'rtasida. 16 Pro Max'larimiz 512, 256 lik, 512 lik 100 yo'nqisda bo'ladi. Email 2 registratsiya o'tgan. Narxini $1200 etib beramiz. 256 lik $1020 dan 92 yo'nqis. 17 Pro Max'ning eng trenddagi sveti orange svetda 256 lik bo'ladi. 115 marta zaryadga qo'yilgan. Narxini $1250 etib beramiz. Undan tashqari kompyuter uchun aksessuarlarimiz ham kelgan. Mishka, klaviatura, videoni oxirigacha ko'rsangiz, ulardan narxlar bilan qo'yib boramiz. Sizlarga aytib o'tilgan kompyuter uchun aksessuarlarimiz mishkalardan boshlaydigan bo'lsak, Firecam firmasining o'yin uchun chiqarilgan mishkalar bo'ladi. Provodnoy variantda ishlashlari zo'r, o'yinda zo'r podдержка etib beradi. Narxi ulusiniki 100 ming so'm, kichkinasi 50 ming so'm bo'ladi. Undan keyingisi Greenlion firmasidan Bluetooth mishkalarimiz, dizaynlari вообще zo'r. Narxi 85 ming so'mdan batareyalar bilan birga chiqadi. Undan keyingisi Nilmax firmasidan необычный dizayndagi prozrachniy mishkamiz. Bu zaryadda ishlaydi, narxi 155 ming so'm. Ikki turidan bor. Endi bu mishkalar bilan ishlatishga sizlarga klaviatura kerak bo'ladi. Klaviaturalarimiz Firecam firmasining klaviaturasi bor. Bu arzonchi variantda bo'ladi. Narxi 120 ming so'm. Undan keyingisi Nilmaxdan yana bir klaviaturamiz. Bu ofisnoy variantda, buning ham narxi 120 ming so'm. Endi undan keyin ko'rsatganimiz уже o'yin uchun sifati yaxshiroq bo'lgan klaviatura mishka komplekt turadigan variantlari bo'ladi bu. Bosqichlari ham вообще zo'r, dizayn ham o'zgacha. Endi buning mishkasini ko'rishingiz mumkin. Ovoz chiqarmaydi. Narxi 375 ming so'm komplekt. Undan keyingisi bo'lsa, bu ham dizayn необычный, bosqichlari ham zo'r, ovoz chiqarmaydi bundan. Ko'rishingiz mumkin. Mishkasini shunday bez shunday. Buning narxi bu ham 275 ming so'm ekan. Undan keyin mishka klaviaturalarni tengdan qo'yib ishlatishga kovriklar kerak bo'ladi. Kovriklardan assortimentlarni ko'rishingiz mumkin. Bu mishkaning o'zi uchun bo'ladi, Nilmax firmasidan. Sifati вообще zo'r. Narxi 35 ming so'mdan standart. Undan keyin arzonrog'i 20 ming so'mdan kichkina varianti bor. Undan keyingisi ulu stolniy variantdagisi bor. Buning narxi 35 ming so'mdan ekan. Dizaynni ko'rishingiz mumkin. Skromniy ishlangan. Bemalol kelib xarid etib ketishingiz mumkin. Bu yerda yana bonus etib qo'shib beradiganimiz bor. Bu yerda ko'rsatilgan komplekt mishka klaviaturani oladigan bo'lsangiz, Nilmaxning shu kovrigini qo'shib beramiz bonus etib.